Allah'ın El-Muhaymin degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dihtanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden Allah'ın El-Muhaymin degan isim sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Allah'ın El-Muhaymin degan sifati Qur'onda bir yerda tilga ilingan. Sura El-Haşr 23-oyatida Allah'tan başqa ibadetga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. O mutlaq podshohdir, ya'ni bütün mahluqotning malikidir. Pakdir, ya'ni hamma nuqsondan pakdir. Mu'minlarga salomatlik beg'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir, g'olibdir. Qahr qilg'uchidir, ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pakdir. El-Muhaymin barliq mavjudotlarni kuzatib turg'uchi zotdir. Bendening bu sifatdan oladigan ulushi har bir banda o'zining ichidagi hamma a'zolarining qayerga ketayotganligini nazorat qilib tursa, ularga kuzatkichilik qilib tursa, noto'g'ri yo'lga ketayotganida ularni to'g'rilab qo'ysa va to'g'ri yo'lga harakat qilayotgan bo'lsa, doim muhofazat qilib, shu yo'lda mustahkam bo'lishiga harakat qilsa, mana bu bandaning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Allohning xulqi bilan xuluqlaninglar degan farmoniga bo'ysunib, Allohning Al-Muhaymin sifatidan olgan ulushidir. Agar o'zining harakatlarini muhofazat qilishdan sirt Allohning bandalari qaysi yo'nalishda ketyapti, ular to'g'ri yo'lda ketib boramdi yoki noto'g'ri yo'lda ketib boramdi deb bularni kuzatsa, ham ularning noto'g'ri yo'lda ketayotganida ularni ogohlantirsa, to'g'ri yo'lda ketayotganda ularga madadkor bo'lsa, bu amdi Allah'ın El-Muhaymin sifatidan qismen xulosa ajratib olgan mu'min kishidir. Qur'on va hadislarda Allah'ın bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Baqara 74-oyatida: Ey Yahudilar jamiyasi, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizlarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Tashdek yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv itilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qinlaridan do'milab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Sura Al-Maida 48-oyatida: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sana o'zidan ilgariki samoviy kitoblarni e'tirof qilg'uchi va ularga shahid bo'lg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning orasida Allah sana nozil qilgan Qur'on ahkam bo'yicha hukm qilgan. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qilatdi. Lekin
Allah sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga aldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi.